أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أما بعد. bugünkü dersimiz بعد طعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. Hazreti Ömer'ni suiqasd qilib pichoq tiqayotgandan keyin deydi. Ta'an degan pichoq tiqish. Bu ta'an qilishni ishlatadi. Bu pichoq tiqish. Arab tilida shunda ma'naviy nimaga ishlatadi? Ta'an. Ma'nosi chatoq deb uni nima qilsa, yo'g'ircha ta'an degan farqli. Bunda endi gapni udul qilmay, siz gap qilib, bunda nima qilganini ta'an deymiz yo'g'ircha. Arab tilida unda emas. Masalan, bir advokat qarshi tarafning dalil faktlar qarta, u hisob qilinmaydi deb bundan o'qsa ta'ana fi adilla deymiz. Kharaja Umar ibn al-Khattab radiyallohu ta'ala anhu yawman yatufu fi as-suq. Hazrat Umar bir kuni xalifa vaqtida unda bozor aylanib chiqdi dedi. Falaqiyahu Abu Lu'lu'ah, g'ulamul Mughira ibn Shu'ba radiyallohu anhu. Şolan Mughira ibn Shu'ba radiyallohu anhu'ninki bir quli Abu Lu'lu'ah, bu İranlik. Ushirdi. وكان نصرانيا خريستيان كمو فقال يا أمير المؤمنين أعدني على المغيرة بن شعبة ما مغيرة بن شعبة قرطة خجاين مقرطة ياردم قرطة فإن علي خراجا كثيرا من أسمدان تجق بيسلق لاباه خراجا وشو باجغ اشلتلدو كبنشي خراج ميادا باجغ اشلتلدو دسيكولد yani benim üstümde çık başlı var. Yani bu kulken, hocayını bunun bir günler kesip geldi. Mağamanç pul tapşırıp belkinde diyen buluşu mümkün. Şu hocayını mı karta, bana yardım kısla. Benim üstümde başsılık bakacak. Günde manç pul tapşırışım gerek. Kala ve kem haracuke, neç pul tapşırırsa, kala dirhemani fi kulli yevm. Her gün iki tenge tapşırmam. Kala ve ma sanatuke, ünlünüğüme, kala neccarun, nakkaşun, haddadun. Yağatçılık mı kıldı iken, nakkaş, nakşçılık kıldı iken, tümüççülük mü kıldı iken. Şu çağda belki buna namusu bir adam kıldığım buluşu mümkün. قال فما أرى خراجك بكثير على ما تصنع من الأعمال. Şundan ötürü sen kılvatkan muşu herkesliğe karaganda senin becanını cıktap karamayma. Normal kıyana hiç. قد بلغني أنك تقول سنة من ذات قال لك ما يتكل ده لو أردت أن أعمل رحا تطحن بالريح فعلته. يعني من خالق قاسم شمالولان untatızgan tügmen yasaydı qasam ya tügmen teşe yasaydı qasam qılalaytdan diginin manga yetip keldi deydi. Bu şunda deytken şamal tügmenler var-mı? Şamal tügünü şu çağda Arap tilida unda yo'q bo'lishi mumkin. Bu İranlik bo'lgan ekan. Men shamollalam ishlaydigan va tugman nesiya olayman agar xalab qolsam debsa, shuni oldim dedi. Qala na'am, ha shunda degan. Qala fa'mal li raha. Unda olgan ekan, menga bir tugman yasab bergan. Raha degan tugman teshasida. Yo shu tashnamda, shuni cho'g'ilab bug'doyni izdan qilmoqchi shamol kuchida. Qala la in سلمت لأعملن لك رحا يتحدث بها من بالمشرق والمغرب ثم انصرف عنه. Şuna o bedbahtım depto. Eğer navasan sağ selamet yaşayalsan, selimte diyor. La insalimte. Eğer sağ selamet yaşap qalsan, men sana şunda bir tugma yasab berayki, bütün cihan halkı men bil meşriq vel maghrib degan, meşriqdagi mag'ribga hammadan degan gap. Bütün dünyadaki halayık onun gepini kıldıgan, falan yadımında bir tügmen bağmış dep dünya pır kitidgan, şunda bir tügme yasab berey depti. Summan sarafanu, şundan onun kaçını ketipti. Kaçıgerini koyup ketipti. Faqala Umar, laqad tawa'adanil abdu anifa. Şuna Ömer bu gapni anlagandan ma kul bayatin anifa degan baya bana tahdid saldı. Qanday tahdid saldı? Ha, yaşab qalsan, sen yaşamaysan, ölüse yaqında demek. Yaşab qalsan, şu qas bilan lavatqan bu. ثم انصرف عمر إلى منزله فلما كان من الغد جاءه كعب الأحبار. كعب الأحبار mı? Ahli kitaptan şu Hazreti Ömer'nin vaxtında Müslüman bo'lgan bir alimlardan birisi. Ahli kitaptan Müslüman bo'lgan birisi. Asli Yahudi ki Müslüman bo'lgan.
Bu kishi kelib debdi faqallahu ya amiral mu'minin ya'had ey mu'minlarning amiri sen vali ahdilikka bir ahd qilgan debdi. Yani mendan keyin palani mening o'rnimda xalifa bo'ladi deb bir vasiyat qilishlar demoqchi. Fa innaka mayyitun fi 3 ayyam. Çünkü o'zlari 3 kundan keyin o'ladilar. Qala wa ma yudrik. Sen qanday bilsa buni? Qala ajiduhu fi kitabillahi azza wa jalla at-Taurah. Men buni Allohning kitobi bo'lgan Tavratda ko'ryapman. Qala Umar Allah innaka la tajidu Umar ibn al-Khattab fi at-Taurah. Allah qanday gap bu? Sen ay Tavratda Umar ibn al-Khattab deb ko'rdingmi? Allohning kitobida mening ismim o'yinda bor ekan deb hayron qoldi. Qala Allohumma la yaq. Walakinni ajudu sifataka wa hilatak. Lekin men o'zlarining sifatlarini, hilatak degan sizlarning char tadbirlik, danoliqlarini, muhim sifatlarini Tavratda ko'rdim. Va annahu qad fana ajaluka. O'zlarining ajallari to'shab qoldi. Wa Umarun la yuhissu waj'an wa la alama. Halbuki Hazreti Umar şu çağda ya bir ağrık, ya kesillik, ya bir dert, alam bir narsa yoktu. Ha sağlam halatda dedi. Veca degan ağrık, kesillik, alam degan o'xshash. فلما كان من الغد جاء كعب فقال يا أمير المؤمنين أتجندا كعب كلب أنا إيه لنا أميره ذهب يوم دبته بركن تبكتامسه وبقي يومان إشكن قلده دبته ثم جاءه من غد يعني أتكلب فقال ذهب يومان وبقي يوم وليلة إشكن تبكتام برسل كلام قلده دبته وهي لك إلى صبيحتها أش بركش كن يعني برسلك özlerge tan atqış kadar fırsat var. Onunki ölüler. فلما كان الصبح خرج عمر إلى الصلاة. Tan atqan çağda Hazreti Ömer namazga çıktı. Yani bamdatqı demek çamşada. وكان يوكل بالصفوف رجالا. Hazreti Ömer her bir sepke birden adamını belgilep koydu ki. Yani sepni ruslap ne okuş. Canını sızıktat koyduğu iş yok. فإذا استوت جاء هو فكبر. Sepler ağız bulup boğandan ki kilip Allah Ekber deb imam bulup namaz okuydu ki. ودخل أبو لؤلؤ في الناس. أبو لؤلؤ غاç cemaatın arası kiripti. Hazreti Ömer Allah Ekber degandan Abu Lu'lu غاç kiripten cemaatın arası kiripten turupti. في يده خنجر له رأسان. Qo'lida ikki ushluq. Bıçaqning ikki misli olsa bu odatga bunda bir tal bo'ldi. Mavamda ikki. Ali Razanın qancha Zulfiqarga o'xshash. Xanjar kim bu? Xanjar degan ana pichoq. Lekin uchi onda ochamoq uchi va demakchi. Nisabuhu fi wasati. Uning dastasi o'tirdi. Demak, da so'zmoqqa o'xshash, ha? Ikki uchi va. Nisab degan dastasi yoki tutilgan joyi. Masalan, ba'zida asli deb keldi-ku bir dasta. Ha? Shu asli degan shuning tupi deganmi bo'ldi, ha? Shunga yaqin gap. Fadaraba Umar'a 6 darabat. Sonra Hazreti Ömer radıyallahu anhu'ga 6 yagib chiqdi. Kaç. İhdahunna tahta surrati. Birisi kindikining to'rrak yagib chiqdi. Yani can yağlarga tiqqan gap. O'tirmanda. Wa hiya allati qatalathu. Boshqa yagib tiqqani asas hayoti xavf etgan bo'lsin, lekin kindikining to'rrak yagib tiqqan bilan shu o'lib ketib qoldi deydi. Ya namazda bular. Qarang'uda namozda turgan ekan, gazga chiqib o'tib deb o'chi bir qancha minutda urib bo'ldi uni. Falamma wajada Umar harra silahi saqat. Hazrat Umar pichoqning zarbisini istigan chaqda undan ko'z yiqildi. Demak, qiyamda turgan chaqda tiqdi. Har degan asli siqdi. Demak, bu yerda zarbisi. Pichoqning rasmiy zarbisini istigandan keyin bukil tushdi dedi. Va qala afinnas Abdurrahman ibn Auf qildim qanga zikrimaj qildiman shundan namoz o'qillar to'lli bilan urabdan buni tutdi. Nechadan kiliblam? Uni qo'lda onda xanjar bor. Shunda nechadan erdalantirayotgan gap. Yana shu to'nlar shundan urablam basmada tutib olgan. Tirik tutgan. Nechalarni zaxmlantirayotdi shu yerda. Şulan Hazreti Ömer yarılınıp yattığıma şöyle deptimdi. Efinnâsi Abdurrahman ibn Auf cemaatinin içinde. Finnâsi demiş halakının içinde değil cemaatinin içinde. Namaz okutkan cemaat. Cemaatinin içinde Abdurrahman ibn Auf bağırma deptiken kalu naam ya emir al-mu'minin huve da. Mana Abdurrahman ibn Auf bağır ya emir al-mu'minin depti. Kala taqaddam fasalli bin nas. Hazreti Ömer Abdurrahman ibn Auf'ka sen çıkıp cemaatin namaz okupagayım depti.
Fasalla Abdurrahman ibn Avf ve Umarun tarihun. Umar yetiqli holatda demoqchi. Tarih degan yotgan holatda. Taraha degan tashlab degan. Summa ihtumila andin ko'tarildi. Fa udkhila darahu uyga ilib kirildi. O'shal doktorxona jiddiy quzusin gap yo'q. Shu ko'tarib uyga chiqqan doktor kasi kelib ko'tarishdi. Shu araliqda Hazrat Umar tutsa, husn sharri tushgan. Yerda holatda tutsa, usti tushib qolgan sharri tushgan. Walamma ahassa an-nasu qurba mawtihi, Hazrat Umar qansirab, ajizlab, o'lakakli az qoldi deb jamoatini istigan chaqda, qalu lahu ya amiral mu'minin, ey mu'minlarning amiri, jamoat shunda debdi. Ey mu'minlarning amiri, law istakhlafta, o'zlariga izbasar xalifa tayinlagan bo'lsalar, qala in taraktukum faqad tarakakum man huwa khayrun minni. Men sizlarni xalifa bekitmayman, o'lib ketib qolsam, bunda qo'yib ketsam, mendan ilgirikki, mendan ubdarroq bo'lgan zotlarni endi qo'yib ketgan ahvol bor. Masalan, Rasululloh endi qo'yib ketgan. Abu Bakrni sahobalar saylagan. Wa in istakhlaftu faqad istakhlafa alaykum man huwa khayrun minni. Endi sizlarga izbosarni tayyorlab qo'ysam, mendan ubdarroq bo'lgan zotdan birisi qilgan ish bu. Umu buldu demakchi. Masalan, Abu Bakr Umarni tayyorlab qo'yib ketdi. ولو كان أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه حيا لاستخلفته. Navada Abu Ubayda ibn al-Jarrah hayat bo'lgan bo'lsa, albatta shuni xalifa tayinlab qo'yib ketgan bo'lardim. Chunki u amin hazil umma. Amin hazil umma. Lekin Abu Ubayda ibn al-Jarrah Hazrat Umardan burun vafot bo'lib ketgan. Fa in sa'alani rabbi qultu sami'tu nabiyyaka yaqul innahu amin hazil umma. Navada Allah Ta'ala'ni nimishqa Abu Ubayda ibn al-Jarrahni xalifa qilib izbasar qilib ketding deb so'rab qolsa, men payg'ambarim Muhammad sallallohu alayhi vasallamning Abu Ubayda radhiyallohu anhu haqida bu shu ummatninki amini, ya'ni shu ummatning amonatchisi yen olgandim deyalayman. Walau kan Salimun mawla Abi Hudayfa hayyan lastakhlaftuhu. Salim mavla Abi Hudayfa. Abu Hudayfa radhiyallohu anhu'ningki azatgardisi Salim bo'lgan bo'lsa, hayat bo'lgan bo'lsa, albatta uni xalifa qilib tayinlagan bo'lardim. Fa in sa'alani rabbi qultu sami'tu nabiyyaka sallallohu alayhi vasallam yaqulu inna Saliman yuhibbulloha hubban law lam yakhafhu ma asahu. Men Salimni xalifa qilib qo'yib ketib, Allohning huzuriga borib, Allah Taala mendan nima uchun Salimni xalifa qilib kelding deb so'rab qolsa, men Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bunda deganligini anglagandim, shunga xalifa qilib tayinlab qo'ydim deb javob beralayman deydim dedi. Rasululloh nima debdikan? Inna Saliman yuhibbulloha hubban law lam yakhafhu ma asahu. Salim Alloh taoloni shunda yaxshi ko'rdiki, navada Alloh taoladan qo'rqmagan taqdirdimi, uni asli qilmaydi. Ma ibaraga diqqat qiling. Law lam yakhafhu. Yani Alloh taoladan qo'rqdi. Qo'rqmasmi? Mesela Alloh taoladan faqat qo'rqmaydigan holatda ki bir odam bo'lgan bo'lsa-mu, yana Alloh taolo asli qilmaydi dedi. Bu qanday gap? Sen Xudodan yaqinsan, xalqni Xudo qaraysanmi? Ha, illam tastahi fasna ma shi'ta degan gap bor. Lekin bu yerdagi masala, bu yerda hozir ikki xil qo'rqish bor. Jazodan qo'rqish, Alloh taolaning ulug'ligidan qo'rqish. Yoki Alloh taoladan hayo qilish. Masalan, bir odamning bolasi bor. Masalan, dadam urdi deb ba'zi ishni qilmasligi mumkin. Lekin dadasi olmaydigan bo'lsa-ham dadamning oldida sat turdi. Ko'rsa, unda qarab qo'ysam ham nima izohat atma degan tariqada u nachar ishni qilmaydigan. Lekin bu yerda nima olimlar da ikki martabani nima qilgan. Yoki tasavvuf ahli ikki maqom. Bir maqom shu yo'ldirizlarni shu tayoqlarni nima qilsa, shuni qo'rqiblarni qilgan. Agar shu tayoqdan qo'rqmaydigan bo'lib qolsa, masalan jazoga uchramaydigan bo'lib qolsa, hamma qiyoqlikni qilib olgan. Bu bir martaba. Yana birisi jazo olmaydigan bo'lsa-mu, lekin endi hayo qilay, ya'ni unda ishni qilmay deb nima qilgan. Shuni xavful jalal deb ataydi ekan. Yani xavful iqob deganimiz odatdan jazodan qo'rqib, shuni qarta ish ko'rash va xavful jalal. Demak bu asilik qilmaslik nima sababdan? Jazodan qo'rqqanlikdan emas, Alloh taolaning ulug'ligidan qo'rqib, Alloh taolaning suyganlikdan, Alloh taoladan hayo qilganlikdan. Rabi adamiyning degan ketyapmi? Ha, Rabi adamiyning degan gapiga tushdim shu. Rabi adamiyat dedi, sen jannatingni tamom qilib, sen ibodat qilgan bo'lsam, jannatingni mahrum qilar.
Eğer do'zaxdan qo'rqib ibodat qilgan bo'lsam do'zaxga azoblar degan. Demak, uni ifoda etmoqchi bo'lgani, men sen Alloh deb bilan zotning ustidan ibodat qildim. Unda jazolab qolamdiki ya mukofotlab qolam deb emas, men suyganlikim ustidan ibodat qilaman demoqchi. Rabadaning yana bir she'ri bor. Muhibbika hubbayni hubbul hawa wa hubbun li'annaka ahlun lidhaka. Famma alladhi hubbul hawa fashughli bi dhikrika amman siwaka. Rabadaninki shu hubbul hawa. O sopulnam. Allah bo'g'ilchilar yaxshi ko'rma. Jannatni tamoq qilib shuni bundan onun uchun emas demoqchi. Ma hadisdan, bu hadis aciz hadis bo'lishi mumkin. Bu sahih haqida deyilgan hadis bor mazmunda. Suheyb radıyallahu anh hakkında "Lev lem yakhafhu lem ya'sihi" diyen. Anladın mı? Manadan da Salim hakkında deyilipti. Sahih mi var? Aciz hadis bu gerek. Nega bundan meşhur bir rivayetimde. Demek ki ona Allah Teala şunda bir yaxshi ko'rdiki, Allah Teala'dan qo'rqdi, lekin qo'rqmagan ahvoldimi? Yani asilik qilmaydi. Allah Teala'ni yaxshi ko'rganlikdan, Allah Teala'dan hayo qilganlikdan herkes asilik qilmaydigan shu darajada yaxshi ko'rdi demakchi. Demek buna muhabbetul havas demekçi. Yani birisi muhabbetul avam. Law degani o'shada in ma'nosida deb qaraydigan. Yani shart ma'nosida degandek. U harf imtina emas, in ma'nosida. Qila lahu فلو أنك عهدت إلى عبد الله بن عمر فإنه لذلك أهل. ثم بعد ما ساترب oğulları Abdullah'a vasiyet kıyam olsa, veli ahde kıyam olsa şuna layıkta deyilipti. Lidinihi ve fadlihi ve kadim İslami. O diyanet cihatten, fazileti ve en burun Müslüman boğallardan sabiqun mesela. Bunda boğallıktan depti. Fakala bihasbi alil Khattabi en yuhasebe minhum raculun vahidun an ümmeti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetiga qarata bizning jamoatimizdan, Xattob jamoatidan biraylan hisob bersa ashitarlik. Wala wadittu anni najawtu min hadha al-amri kifafan. Men albatta mush ishdan foydam olmay, ziyanmi tortmay, udul izi bo'lib qolgan holatda qutulishimni umid qilaman. Kefaf degan udulluq. Masalan, al-aysh al-kefaf. Udulluq turmush. Ortiq iqtisodim yo'q, qazichilik qilishim yo'q, hech kimdan tilashim yo'q. Bunda udulluq. Turmushni kefaf. Kefafan min al-aysh aw sadadan min al-aysh deymiz. Yani ya da kefaf degani mukofot olmay, jazoli mukofotmay, shu sog' salomat qutulib qolsam, do'ppamni osmonga otaman demoqchi. La li va la alayya. Kefaf deganning izohati. La li ma'no oshmaydigan, gardimga otilib qolmaydigan holatda qutulib ketsam deb orzu qilaman debdi. Thumma rahu faqalu ya amiral mu'minin. Ular kitib yana munda deb ketdi. Law ahidta, yana shu vasiyat qilgan bo'lsa, vali ahdiga vasiyat qilgan bo'lsa debdi. فقال قد كنت أجمعت بعد مقالتي لكم أن أولي رجلا أمركم أرجو أن يحملكم على الحق. Sizlarga ashigani qilgandan keyin men ko'nglimga shunda fikkendim dedi. Ijma'tu degani yani bir qaror kelgandim demoqchi. Sizlarga biraylarni tayyorlab qo'yib, xalifa tayyorlab qo'ysam, ular sizlarni haqqa to'g'ri yo'lga yetaklamagan bo'lsa deb qaror qilgandim. Va ashara ila Ali. Rajulan kimkan? Ali rajul mutti, rajul emas mutti. Hazrat Ali, rajul. Rijalun. Yusabbihu fiha bil ghuduwi wal asali rijalun. Bunda rajullarmi bu? Ya rajul degani-ki, shunda ravr xalif bo'ladigan, islom ummatini yetaklaydigan rajulning gapi bu. Va ashara ila Ali. Hazrat Aliga sharh turib, bir odamni xalifa tayyorlab qo'ysam, sizlarni to'g'ri yo'lga boshlab manson deb bunda qaror qilgandim. ثم رأيته كيناندن من دا قردم ألا أتحملها حيا ولا ميتا من بو مسؤولية شلقنام ده tirik vaqtimdimi mas'ullikni olibdimi? Endi o'ladigan chaqdimi? O'lgandan keyin mas'ullik qilmayman bundan. Bu ishni qilmayman deb qo'yibman deb mushuni to'g'ri topdim dedi. Fa alaykum biha ula'ir rahtilladina tuwfiya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va huwa anhum radin. Shunga sizlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafot bo'lgan chaqda rozi bo'lib ketgan ashu bir qanchaylarni ching tutinglar. Ular kimlar? Sa'd ibn Abi Waqqas, Abdurrahman ibn Auf, Ali ibn Abi Talib, Uthman ibn Affan, Zubayr ibn al-Awwam va Talha al-Khayr, yani Talha ibn Ubaydillah. Mushu sahabaning demakchi. Talha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Uhud g'azotida Talha al-Khayr deb atab ekan. Rasululloh bergan nomini.
Hunayn gazasida Talhatul Jud debdi. Çünkü bu mamda hayır sahavat işlerinde Müslümanlara yardım kılışta naite mert sehe zatı oğaçka şunda atıptı. Ve qala li Abdurrahman ud'li Aliyan. Abdurrahman ibn Avf radıyallahu anhu debdi. Bana Ali'ne, Osman'ne, Zübeyir'ne, Sa'd'ne çağırgan. وَانْتَظِرُوا أَخَاكُمْ طَلْحَةَ ثَلَاثًا Qarindişanlar Talha'nı 3 gün kütüp durunlar debdi. Ve kana gayban. O Medine'de yoktu, bize ketken. Şu 3 gün kütüp durunlar debdi. فَاِنْ جَاءَ وَإِلَّا فَقْدُوا أَمْرَكُمْ Kâz geldi. Olmuş 3 gündeki gaççıda şanlı bir taraf kılıyorlar. Unshiduke Allah ya Ali. Ali sen Allah'ın namını şibi keltirip Süleyman. İn vallayta min umurun nas şey'an eğer halkının bu işlerden bir işini tutup kalsan, halife bulup kalsan demekçi. Eğer sen halife bulup kalsan, Allah tahmile bani Hashim ala riqabin nas. Sen cemaatini bani Hashim'den bo'lgan ekan, cemaatini kişilerin üstünde hükümran kılınmagan. Hemen mansab tutuzib, bütün hukukni cemaatin bilan cemi qilib olmagan demakchi. Unshidukallah ya Uthman in wallayta min umurin nas shay'an alla tahmila bani Abi Mu'ayt ala riqabin nas. Hazrat Osman'ın shunday debdi. Bani Mu'ayt bu Hazrat Osman'ning jamoati. Sen Müslümanlarning ichidan bir hukuk tutib qolsan, xalifa bo'lib qolsan, senda Allah'ın namından soraymanki, sen cemaatingni Bani Mu'aytni kishilarning ustidan meni mansabda o'tkazib hukmron qilib olmagan. Unshidukallah ya Sa'd in wallayta min umurin nas shay'an alla tahmila aqaribaka ala riqabin nas. Qumu fatashawaru. Sizlar o'rninglardan turib, maslahatlashinglar, kengash qilinglar, summaqdu amrakum. Ishlarni bitarib qilinglar. Wal yusalli bin nas Suhaybun. Jamoatga Suhayb namoz o'qib bersin, imom bo'lib bersin. ثم دعا أبا طلحة الأنصاري عندن أبو طلحة الأنصاري شاقرته فقال قم على بابهم فلا تدع أحدا يدخل إليهم sen ular müzakerleşiyotgan öyünün işkini aldı tuğan hiç kimne ular müzakerleşiyotgan sonra kirgizmeye depti. Ve usi el-khalifete min ba'di bil ansar allazina tabawwa'u ad-dar wal iman. Men mendin kinki halifege şunu vasiyat kılıman ki Medine ve imanda mukim yerleşken, tabavva degan joylashgan, yerleşken. Ad-dar degan darul hijra, hijrat diyarini demekçi. Hijrat qilgan joy demekçi. Medinega va imonga mukim bekitilib ketgan, mukim yerleşken. Shu ansarlarga yaxshi muomala qilishni vasiyat qilaman demekçi. Qur'on Karim bor-ku: "Vallazina tabawwa'u ad-dara wal imana yuhibbuna man hajara ilayhim." ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. من تبوأ الدار والإيمان مقم جايلاشقان. أن أنصارlar Medine'ye جايلاشقان demek. Bu Ansarlarınki faziletini gösteriyor. Asli Ansarlar nerede? Yemenlikte. Yemen. Şu an iman Yamanin vel hikmetu Yamaniye. İmanın tige Yemenliktir. İmanın tige Yemenliktir. Ne diyorsun? Ansarlar Yemen tarafından kelib, Avs ve Hazraj Medine'de yerleşken bu. Tege Yemenliklar. Tabawwa'ud dara vel iman. Xuddi iman nimanda bir joylashiga yerga o'xshash qilib, ashar muqim bekitilib ketgan. Ya'ni bu imonda nayt mustahkam turadigan, tavranmay turadigan xalq ma'lum demakchi. Ya'ni Alloh taoloning qo'li qadu, Allohdan tabawwa'ud dara vel iman. Ya'ni Ansarlarni Madinada Alloh taolo. Ve Hazrat Umar müşahada şu oyatdagi ibora bilan vasiyat qilyapti. Aş iman bilan Medine'de muqim joylashib ketganlar, yerlashgan shu ansarlarga mendan keyingi xalifga vasiyat qilmoq, shu yaxshilik qilishni, tavalishni. An yuhsina ila muhsinihim, ularning yaxshilik qilganlarga yaxshilik qilib, va an ya'fu an musiihim, ularning nachar bir ishni qilib sağanlar bo'lib qolsa, ko'ngil qarliq qilganlar bo'lib qolsa, afu qilib o'tishni tablayman. Va usi al-khalifata min ba'di bil arab. Yana mendan keyingi xalifalarga, arablarga yaxshi muomala qilishni, undan qarashni vasiyat qilaman. Fa innahum maddatul islam. Chunki ular islomning moddasi. İslam'ın xemiturçi, xam eşyası. Qanda qilishni desa, ayyuxada min sadaqatihim haqqaha, ularning zakat sadaqalardan loyiq ravishda ilib, fatuda'a fi fuqaraihim, ularning namratlarga taqib berishni tablayman. Ve usi al-khalifata min ba'di bi zimmati Muhammadin Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Yana men dinkinki xalifega shuni tapalaymanki, Allohning payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi vasallamning ahdisini buzmay ching tutishni.
Zimma degan mishar nima? Ya'ni Rasululloh ahdi bergan islom diyorida yashaydigan ash kofirlarni qo'g'dab, ularning salomatligiga kepillik qilishni topalayman. Ya'ni ahdi qilib kepillik bergan zimmat ahli demakchi. An yuwaffiya lahum bi ahdihim. Ya'ni ularga ashu ahdisni buzmay rioya qilishni topalayman. Allahumma hal ballagh. Ey Allah, men yetkizimmi guvoh bo'lg'aylar demakchi. Taraktul xalifata min ba'di ala anqa min ar-rahati. Menninki xalifani alqandimmi pak zalatda qo'yib ketdim demakchi. Raha degan alqan. Ar-raha o'shada alqan. Bu bir maqol tamsil bo'lib ketgan so'z. Tarakahu ala anqa min ar-raha. Anqa danlashni. Ya'ni quruq tashlab ketdi demakchi. Xuddanda bu alqanda tukunmaydi-ku. Alqanda tukunmagandek quruq holatda hech qanday bir yaxshilik yo'q holatda shunda quruqlam uyni quruqdab qo'yib ketgandek bunda quruq tashlab qo'ydimmi? Nabiydan topolmay so'rsak, "Maqsamay min qadr rahatin sihaban." Ya'ni alqanchilik bulut yo'q. Yo'q degandek. Yani ayeti yaxshi holatda qo'yib ketmadimi? Yani nachar ahvolda qo'yib ketib qoldimi? Quruq tashlab ketdim endi. Buni masalan bir vafot bo'lib ketgan odam mol dunyo miros qo'yib ketsa yaxshi binas qoldirib ketgan bo'ldi-ku. Farzandlarga, mirosxo'rlarga binas qoldirib ketgan bo'lsa, undan binasi berib ketgan bo'ldi. Hozir hech nima qoldirmay, shuna quruqlam ketgandek bunda ketdim. Ya Abdullah ibn Umar, ey Abdullah, yani ey o'g'lim Abdullah demakchi. Ukhruj fanzur man qatalani. Sen chiqib qarag'in, meni kim o'tiribdi? Uni musulmonlar tutib, bir joyga olib ketdi. Aziz Umarni o'g'irlab qizini o'qilma, kim o'tiribdi men qarag'in. Kechida uni kimligini uqbilamagan bo'lishi mumkin. Faqala ya amiral mu'minin qatalaka Abu Lu'lu'a. Ey mu'minlarning amiri, o'zlarini Abu Lu'lu'a o'tiribdi. Bu Mughir ibn Shu'ba radhiyallohu anhu'ningki qulitdi. Ayağa turishdi. Shu boshda Umarga ta'sis qildi. Sen yashab qolsang, qiraman, yashamaysa, yaqinda o'lsa degan gap bor. Umar tushungan buni. Nimsatni tugalgan. Ha. Bu o'tirishi İranliklarning butun diyori musulmon qo'lga ketdi. Bu İranliklarning shunda ba'zi huquqlari hatto shu podshohlardanmi, masalan Hurmuzan degan birisi, bir valisi ya podshohimizsi shu Madinaga keltirildi. Abu Lu'lu'a yana birisi İranliklar uchaylan Madinaga kelib qoldi. Bular nima kasb qila oladigan, endi musulmonlarga foydali kelganda ba'zi xo'jayinlar qolganlar shuni. Masalan, asir bichgandan keyin hammalarga mujohidlik nasihat qilib, ma'qulsan olsun deb. Uni dunyo setib oldi. Binas qilib, ondan Madinada uy sapradi ekan, yog'ochchilik qiladi ekan, tumichilikni bildi ekan deb Madinaga kelgan. Lekin asli Hazrat Umarmi unda asir bichgan kofirni akrasini to'g'ri yoqtirmagan. Madinada satto'si bo'ldi. Bu nachar odam bo'lgan ekan, kufr musulmonlar aralashib yaxshi bo'lmaydi. Madina bu islom poytaxti shu chog'da. Shunday o'sonda xalq erkinligini to'smay, mayli deb umurgan ekan, bular Hazrat Umarga uchrab ba'zi sürüklüşlü bo'lgan gap so'zda nimada bo'lgan ekan bir kuni shu Hazrat Umarning cho'ng o'g'limi birisi shu masjidning qashida shunda ketib qolsa şeylanda o'tiribdi ekan, farag'onib o'tiribdi ekan, buni kirib g'achida qo'zg'alib ketmoqchi bo'lib qilsa birsini tarakkida xanjar tushib qoldi. Endi baki g'ach aldirab qopqondan tarakka tushib qolib g'ach eliblam ketibdi. Shundan bir necha kundan keyin Hazrat Umar o'ltirilgan. O'tirgan bu xanjar shu chog'da men plan bunda o'tirib nima qilganini ko'rib qolgandim. Deganligini bu suiqasdga plan Abu Lu'lu'a Hurmuzan yani bizse şeyler qatnashib chiqqan deb suiqasd qilganlarni shu chog'da bilgan. Lekin ani ijro qilgan Abu Lu'lu'a. Hozir Ironda Abu Lu'lu'ning ayati cho'ng bo'ladi. Burunda da Yani birer ko'chaning ismini Abu Lu'lu'a deb atagan. Birer ma'lum ismi shunda deb atagan. Yani bunun ayatida mangu hamda eslab turish, xotirlash uchun qilgan xizmatlar bor. Shuna Ahmadin Najat yaqinda izlari kelgan chog'da Shayx Azhar idoraning sirtiga chiqib kutolmadi. Vakil Azhar Doktor Hasan Shafi'i anini qilgan chog'da sahabini tillig'anlikni qattiq tanqidlab so'z qilgan Ahmad Najatningki qishtug'anlar gapiga qo'shib salab bunday gap qilmasam o'tdi deb turolmay qoldi. Musira o'chani ayna
sahabın damla kesajı kıyama imamlar şu sallar git. Hazır hamda Ahmad Necat sahabını tılmaslıkka va'di vermekçi ekan azarga nusxatında. Yani fatva chiqarmoqchi ekan Eronda. Sahabını tıllaşqı bo'lmaydi dedi. Burun Qardavi Rafsanjani bilan munozirlashib, sahabını tılmaslıkka bir chaqirqilinglar desa, Rafsanjani va'di berdi uni. Şu şahda kafirmikin. Kabiram, bu bazı belki de ben Müslüman buldum diyen bo'lsin mümkün. Bu zaman ben Müslüman buldum da ehram bağlab nima qilgan rivoyatlar bor. Lekin hamda tigidim bular. Tigidim iman etmagan bo'lsin mümkün. O'zidan hamda qo'ldan ketgan ata bobosininki podshohlik uchun, o'chirish uchun xalifaga suiqasd qilgan. Mughir ibn Shu'baninki quli Abu Lu'la o'zlarini o'tiribdi. Qala alhamdulillahillazi lam yaj'al maniyati bi yadi rajulin sajada lillahi sajdatan wahida. Sonra Hazreti Ömer bunu anlab Allohga shukr debdi. Yani mening o'limni Alloh taolo bir secde qilib qolgan bir odamning qo'lda qilmay, kofirning qo'lda qilganligiga hamda aytman debdi. Yani men musulmonning qo'lda o'lmoqdim yaxshi, kofirning qo'lda o'libman. Musulmonning qo'lda o'lsa bo'lmaydi. Nima? Yaxshi emas. Ya Abdullah ibn Umar, Abdullah oğlum demek ya. İn ihtalafal kavmu fekun ma'al ekser. Al kavm şada altaylan bağı. Altaylange kinaş hukukunu verdi. Aş altaylan qara qilib bireylerini saylanan. Eğer bunu iki taraf bulab qilib, mesela üç anda Müslümanda yoki bunda bir ikki namozat ko'z qolsa, sen ko'pchilik bilan bilgan. Ularning tapalash shunday bo'lgan. Agar o'shalar ikki taraf bulab qilgan bo'lsa, Abdullah kaç tarafta bo'lsa, shu hisob qildi degan. Sonra ko'pchilik tarafta bo'lgan va inkanu talata va talata 3 bo'lib qolgan ahvolda fattabi'al hizbullazi fi Abdurrahman. Abdurrahman qaysi tarafdagi 3 kishining ishida bo'lib qolsa, shu tarafni tutgan. Ya Abdullah i'zan linnas. Abdullah o'g'lim jamoatning kirishiga ijozat bergan, men ko'rishgan bo'lsa şey soğanıptı. Fecale yedhul aleyhil muhaciruna vel ansaru feyusallimuna aleyhi. Şunlar muhacirler, ensarlar birbirine kirip salam vergildirdi. Ve yekulu a'an mila'in minkum kana hada. Mila degan ittifaq. Tamala al-qavm deymiz. Bu suiqasd. Siz o'zingizlar ittifaqlashib filallab bo'lgan suiqasdmi? Yani İslam'da xalifa nasar öğretip bir başkan tiklayib deb filallab bizni o'tkazib degan ishim bu deb turibdi. Cemaatin ço. Feyekuluna ma'adallah. Allah öz panahı saklasın bunda kılıştın. Herkesin mi biz bunda kılmadık demekçi. Ve dakhala fin nasi Ka'bun. Şundan cemaatin arasına Ka'b'ı kiripti. Şu 3 gün kaldı, 2 gün kaldı, 1 gün kaldı ömründe ne diyor? Ka'b'ı şu cemaatiyle Hazreti Ömer'den kaçıp kiripti. فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِ عُمَرْ Sonra Hazreti Ömer onun başında karab depti. فَاَوْعَدَنِي كَعْبٌ ثَلَاثًا اَعُدُّهَا Elbette aşağıdan aldı da yani başka beytli var. Fərqine müşahede atf, ilgirki beytlerge atf kıldı. Ka'b beni 3 gün mühlet verip tehdit saldı dedi. Ben o 3 gününü sanat tuttum dedi. E'udduha 1 gün, 3 gün dedi. وَلَا شَكَّ أَنَّ الْقَوْلَ مَا قَالَ لِي كَعْبٌ Yani şek yok ki, gepnin rastı Ka'b bana degan gep şu. Ka'b Müslüman bo'lgan adam mı? Ka'bul ahbar. Şu Ka'bning gepi şu rast kelgan demek. وَمَا بِي حَذَارُ الْمَوْتِ إِنِّي لَمَيِّتٌ وَمَا بِي حَذَارُ الْمَوْتِ Mende ölemden korkudgan, ölemden bir korkuş degan narsa yok. İnni lamayyitun men çoğun ölüme. Aman ölmey kalmayma. Ölemden korkup oturgan iş yok mende. Walakinna hadara zambi yetba'uhu zambu. Lekin bunun korkuduğunum bir günah kılıp onun aklından bir günah kılımda qilgan günahlarım var. Şundan korkmadı. Summa fadat ruhuhu rahimahullah. Şundan Hazreti Ömer'nin cini çıkette. Allah onun rahmet kıyson ve radiyallahu anhu. Wallahu a'lamu bis-savab. Subhanak Allahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.